Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhinin Sahih Bukhari namlı kitabındaki dersimizin devamında bugün iman hakkındaki kitabının tüvendik babını okuyumuz. Bu babda İmam Bukhari şundaktaydı. Bir insanın İslamının güzel boğallık hakkında dedi. Ondakta bir adamın ki bir Müslüman dağçılık haleti kanda boğa vakti güzel bulduğu diye vakti. Mesela bir kafir Müslüman boğan bolsa özün küfürlük halatdaki bütün yaman adetlerini, kılmışlarını taşlap kalbini Allah'a hakiki tapşırıp İslam'ın talimatı bilen, göstermesi bilen mağalısa bu şunun İslam'ın güzellik altı oldu. Ama Müslüman nispeten bir İslam'ın güzellik altı Kur'an sünnetke esliminmiş Kur'an hadisinki ruhuga asasen özünki emelleri, kılmışları, söz, hareketleri Kur'an hadisinki ruhuga uygun aleti bolsa bu bir Müslümandaki İslam'ın güzel boğan altıdır. 41. numurluk bu hadiste İmam Bukhari rahmetullahi aleyhi şundaktaydı. Malik mundaq degan idi dedi. İmam Malik ile İmam Bukhari rahmetullahi aleyhi uçraşkan emas. İkisindeki zamanı xili orliqi farqi bor. Lekin buni kesib bilan rivoyat qilibdi. Lekin bu hadis kesilgan hadis zaif sanıldı. Hadis ilmida. Ama bu hadis başka rivayette, başka senet arkalık olinib kelgan. Yani şu bir yerde hem İmam Bukhari bu hadisindeki sahihligiga ishonch qilolg'achqa keskin holatda dedi deb kunda keskin iboratni ishlatiyotir. Endi İmam Malik dedi, "Menga Zayd ibn Aslam xabar bergan edi" dedi. Bu kishiniki tarjimali boshda o'tib bo'ldi. Umar ibn Xattobniki xizmatkorlaridan Ata ibn Yasar degan adam dedi. Bu kishiniki tarjimali o'tib bo'ldi. Bu kishiga hamda xabar bergan ekan. Abu Said al-Xudri xabar bergan ekanda. Bu kishi Payg'ambar alayhisolatu vasallamning mundaq deganligini anglagan ekan. Abu Said al-Xudri. Ya bularniki hammasiniki tarjimali boshda o'tib bo'lgan raviylar. Bir banda musulmon bo'lsa dedi Payg'ambarimiz. Musulmon bo'lgandan keyin bu odamniki islomiy, musulmon da'chiligi go'zal bo'lsa, yani hasan bo'lsa desa, yani Qur'on hadisga uyg'un, munosib, yani ishchi va tishi o'xshash holatda bo'lsa dedi. Alloh taolo u odamning o'tmish qilgan har qanday xatoligini kechirib o'tdi dedi. Endi musulmon bo'lgandan keyin, yani uningdan keyin bu qisas bo'ladi. Qisas miyada odatdagi qisas ma'nosida emas. Endi musulmon bo'lgandan keyingi qilgan ishlari endi bir yomonga yomonlik yaxshilik savab yomonlikqa yozilgan shaklda bo'ladi degan gap bu. Bir yaxshilik qilsa 10 hassidan 700 hassigacha ajr berildi. Endi bu 700'lerle çekilinip kalamdı dese yo'q. Başka hadislarda 700'den mi ko'p. Yani demek undaqda bir adam bir yaxshilikni qilsa, bu yaxshilikningki darajasi 10 hassidan tortib 700 hatta 700'den mi ko'p qatlanib manda. Bu Allohninki bu mu'minlarga qilayotgan bir rahmati bo'ldi bu. Ama yomon ish qilgan bo'lsa, gunoh ish qilgan bo'lsa bir jazo yoziladi dedi. Ama Alloh taolo bu gunohiga jazo bermay o'tib o'tgan bo'lsa, u boshqacha deb mushahidasini degan dedi. Endi bu yerda bir nuqta bor. Masalan, bir kafir musulmon bo'lgan bo'lsa, bu o'zining kufr holatida qilgan yaxshi amallari bor. Masalan, sil-rahim, urug' tuqqanlarga yaxshilik qilish, xayr ehson qilish, boshqalarga ko'ngil bo'lish degandek. Buningga masalan ajr berilamdi, berilmamdi deganda ulamolar turli ixtiloflarni qilishgan. Ammo kishi qarashda musulmon bo'lgandan keyin buniki qilgan yaxshi amallari, ibodatlariga masalan ajr berilmaydi. Ibodatda cho'qim iymon shart qilindi. Ammo ibodatdan tashqari qilingan har qanday yaxshi amallar bo'lib qolsa, buningga inshaalloh ajr beriladi. Chunki Enver Shah Kashmiri rahmatullohi alayhi ulamolarning bu vaqtdagi nurg'un ixtiloflarini yig'inchoqlab hammasiga qarab chiqib, mushadan yakunni chiqargan. U bo'lsa bir kafirning o'tmishda kufr holatida qilgan yaxshi ishlarining hammasi bunga keyin musulmon bo'lgandan keyin bunga foydasi bo'ldi deb. Chunki eng zolim kafir bilan rahimdil kafirniki jazosi o'xshamaydi. Davzax kirsimi ish kelsa, eng zolim kafirniki azobi qattiq bo'ladi. Odilroq rahimdil kafirniki jazosi to'varak bo'ladi. Endi İmam Bukhari rahmetullahi aleyh 42. hadiste
Mundaq deydi, bizga Ishaq ibn Mansur hadis so'zlab bergan edi deydi. Ishaq ibn Mansurning ismi Ishaq ibn Mansur ibn Bahram. O'zi Marvalik odam. Nishapurda yashagan, keyin Iroqlarga borgan, Sham, shu Arab Yarim orli qatorliq joylarga kelgan. Bu kishi Imom Buxoriyning ustozi bo'ldi. Bu kishiga ulamolar baho bergan vaqtida ishonchlik mazmut odam deb baho bergan. Imom Nasai shundoq deganda. Bu kishi Nishapurda 251-yili o'lib ketgan. Undaqda Imom Buxoriydan bir necha yil burun o'lib ketgan bu odam. Bu odam deydi, bizga Abdurzaq hadis so'zlab bergan edi deydi. Abdurzaq kim o? Bu nayt mashhur muhaddis islom tarixidagi. Bu kishining ismi Abdurzaq ibn Humam al-Yamani, San'ani. Yamanniki San'adin bu odam. Bu kishining ustozlari nayt ko'p. Sufyan as-Savri, Imom Malik qatorliq mashhurlar bu kishiningki ustoz bo'ladi. Ulamolar bu kishiga baho berib Abdurzaqqa. Imom Ahmad masalan bu Abdurzaqdan go'zal bir odamni, yaxshi bir odamni ko'rib boqmadi degan. Undan boshqa masalan bir qism olimlar masalan Abdurzaqningki qishg'a Yamanga to'g'lan safar qilib berib ilm o'rgansa shu arziydigan odam deganda, demak buning mo'l foydali ilm bilim bor degan bo'ladi bu. Ulamolar bu kishiga qarata hamda xilma-xil baholarni bergan, ba'zilar masalan ojiz degan, ba'zilar kuchli emas degan, ba'zilar shiya puroqbat degandek ko'z qarashlarni qo'ygan. Lekin Imom Buxoriy rahmatullohi alayh Abdurzaq o'zining kitobida so'zlagan bo'lsa, bu sahih degan. Bu odamniki kitobim bor. Bu kishi 211-yili o'lib ketgan. Uningdan boshqa hamda bu Abdurzaqning ustozi Ma'mar. Bu odam dedi, bizga Ma'mar hadis so'zlab bergan edi dedi. Ma'mar undaqda kim o degan vaqtida Ma'mar ibn Rashid al-Basri, o'z basirlik adam, Iroqda o'tganda. Bu kishining tarjimaligi boshda azroq o'tab bo'ldi. Bu kishi Hammam ibn Munabbahdan hadis rivoyat qiladi. Hammam ibn Munabbah masalan o'zi bu kishi hamda Yamanlik adam. Yamanning o'sha San'aga joylashgan. Odamning yani dağınıq bir nemisi bor, oksi. Vahb ibn Munabbah deydigan bu mashhur ulamolar oilasida bo'ladi. Bu kishi o'zi tabiiy ekan. Masalan Abu Hurayra, Abdullah ibn Abbas, Muaviya qatorliq buyuk sahobalardan hadis o'qigan ekan, anglagan ekan. Ulamolar bu kishiga baho bergan vaqtida ishonchlik odam deb baho bergan bo'lib, 131-yili bu kishi Sanoda o'lib ketgan. Bu kishi hamda islom tarixida hamda tunji mundaq hadisni xotirga olgan odamda, ayni vaqtida shu qog'oz yo'q shu paytlarda. Turli mustaq tera, raq, paxta narsalar yozildi. Shu vaqtida Abu Hurayradan 140 dona hadisni xotirlab minib ekan bu odam. Bu kishi Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilyapti bunda. Abu Hurayra shunday dedi, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bundoq degan edi dedi. Ham sizlarning beringlarning musulmondarchiligi go'zal davom etsa, har qanday yaxshilik ne mesela şu adam qilganlar bo'lsa hayotida bu odamga 10 hassidan 700 hassigacha ajr yozildi dedi payg'ambarimizning so'zi. Ammo bir yomonlik qilgan bo'lsa, qanday yomonlik bo'lsin, bu yomonlikqa o'ziga o'xshash, ya'ni bir jazo yozildi deb shunday degan dedi. Undaqda bu hadis yuqorqi hadislar ikkisi bir ma'nodash, bir mazmundagi hadis. Hamda Imom Buxoriy rahmatullohi alayh 43-hadisning babida mundaq bir babni o'tirib qo'yibdi. Buningda Allah Taala en yaxshi ko'radigan diniy amallar doim bo'lib turgani debdi. Doim, davomliq, o'zlib qilmay bo'lib turgani dedi. Bo'lganda bu diniy amallarniki ba'zisi Alloh Taolo bakrak yoqadigan, ba'zisi bakrak yoqmaydigan turlari bo'ldi ekanda, bu babdan chiqib turdi. Undan boshqa hamda ulamolar bu hadislarga qarta o'ziniki tushunchalarni o'tirib qo'yib, bir qism ulamolar oz bo'lsa davomliq bo'lib turgan yaxshilik ancha-muncha bo'lib turadigan ko'p yaxshilikdan yaxshi degan ta'birlarni bergan bo'lsa, Imom G'azali rahmatullohi alayh bunga nihoyat go'zal bir o'qitishni o'tirib qo'ygan. U o'qitish bo'lsa, masalan, bir suv toshning ustiga davomliq tamchilab tushgan bo'lsa, hamon bir kuni shu toshni ko'lab tishidi deydi Imom G'azali. Ammo suvni chilakda yoki to'ngda akilib bilan biroqlik qo'ysak, uni hech qanday ta'sir ko'rsatmaydi deb nihoyat bir simbollik holatda buni o'xshatgan. Imom Buxoriy rahmatullohi alayh shunday dedi, bizga Muhammad ibn Musanna hadis so'zlab bergan edi deb.
Bu kişi İmam Buxariyning ustozi bo'ldi. Bu kishining tarjimali boshda o'tdi. Bu kishi dedi bizga Yahya hadis so'zlab bergan edi dedi. Bu kishining tarjimali o'tdi. Yahya ibn Sa'id al-Qattan, al-G'ayraq degan bir odam shu. Bu kishi hamda Hishamning tarjimali o'tdi. Hisham ibn Urva shu. Hamda Hisham dedi menga dadam xabar bergan dedi. Dadasi esa Urva ibn Zubayr ibn Avvamniki o'g'li Abdullah ibn Zubayrning eng kichik inisi bo'ladi hamda. Bularning tarjimalım o'tdi. Bular hamda Ayşe radhiyallohu anha rivoyat qilyapti. Ayşening tarjimalimi ham mashhur ham shundaqla o'tib bo'ldi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam haqiqatan Payg'ambar alayhisolatu vasallam Ayşening huzuriga kirsa bir ayol o'ltog'idek qishda. Shuna payg'ambarimiz bu kim o degandikan bu palani pistani ayol deb o ayolniki o'qiydigan namoz ibodatlarini tasvirlabdi-da. Ayolning ismi Havla kina. Çünkü bu ayol kechida uxlamaydigan, davomli namoz o'qiydigan, xudogo'y ayol ekan shu vaqtda. Payg'ambarimiz shuning bilan qo'y unda gapni. Sizlar o'zingizning uni taqit etalaydigan qudratingni yetkidek ishlarni qilinglar. Azbiray xudo deydi. Allah hargiz zerikib qolmaydi, tilib ketmaydi. Lekin sizlar tilib ketsizlar. Deb shunday dedi payg'ambarimiz. Hamda Alloh eng yaxshi ko'radigan, Allohga yaqinlik, sevimlik amal degan egisi doim qilib turadigan amalni Alloh bek yaxshi ko'rdi deb shunday degan. Hamda shunlashqa ulamolar mush hadisdan bir mazmun so'zib, bir kechida faqat uxlamay shu bidar holatda, uyqusiz holatda namoz o'qishni bir qism ulamolar makruh deb qaragan. Agar bomdod ta'sir etgan bo'lsa qat'iy bo'lmaydi deb qaragan bu jihatda. Hamda Imom Buxoriy rahmatullohi 44-hadisda bir bobni qo'yapti-da, hadisning beshida iymonning bunda ishi, kemishi deb yoki iymonning ovishi yoki ozishi degan mazmunda. Buningga dalil kelibdi Qur'ondan, hadisdan. Boshtima biroz o'tdi, lekin mana hadisni yana qaytadan shuni to'liqlaydigan bir hadisni keltiribdi-da. Avval birinchidan oyatdan dalil kelibdi. Estaizu billah Sura Kahfning 13-oyatida biz ularning hidoyatini oshirdik degan oyat. Yana birisi mu'minlarning iymoni oshirdi, ziyoda bo'ladi degan oyat. Undan boshqa men sizlarga dininglarni bugun to'liq komil qilib berdim degan oyatlarni dalil qilish orqali iymonning oviydiganligi ham kemiydiganligiga dalil isbot qilyapti. Chunki har qanday bir narsa kamolatga yetish bosqichiga yetib borg'ichilik u ma'lum doirada nuqson, naqs bo'lib turdi. Bunda deganda masalan shariatniki tuzilmalari, turli qonun nizomlari, ibodat, sunnat, vajibat qatorliq amallar hammasi Payg'ambar alayhisolatu vasallam shu o'lib ketgan vaqtida shu oyat al-yawma akmaltu lakum dinakum degan oyat shu paytlarda tushgan. Shu vaqtchilik bu to'liqlanib bo'lganda, ya'ni demak shu to'liqlang'ich bo'lgan oraliqda bir oz naqsdi demakchi Imom Buxoriyning ko'z qarashi bo'yicha. Bu yerdagi naqslik bunda aybi naqslik emas, kamchilik naqslik emas, balki ashuni to'liqlanayotgan jarayon demakchi. Shunga bu 44-hadisda bunun qirta hadisdan dalil kelib turib bundaq deydi. Bizga Muslim ibn İbrahim degan odam hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu kishining ismi Muslim ibn İbrahim al-Azdi al-Farahidi nomi bilan mashhur yoki Shahham degan nomi bilan atiladi. Bu kishi Imom Buxoriyning, Imom Abu Davudningki ustoz bo'ldi undaqda. Bu odam 133-yili Basrda tug'ilib 222-yili o'lib ketganligi xotirlangan, qayd qilingan. Ulamolar bu kishiga baho bergan vaqtida Yahya ibn Ma'in degan zot ishonchlik, omonatdor ishonchlik odam degan. Ba'zilar rostchil ishonchlik odam degan bunda har xil go'zal sifatlarni bergan. Bu odamningki nurg'un ustoz bo'lish bilan birga 70 ayol ustoz bo'lgan ekanda, shulardanmi hatto hadis ilmini o'rganib o'zi ma'lum darajada ilmda bir ko'nalik natija qozongan bir kishi ekan. Bu kishi deydi bizga Hisham hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu kishi Hisham ibn Abi Abdullah nomi bilan o'zi mashhur. Bu ulamolar bu kishiga baho bergan vaqtida mazmut odam degan. Hatto Imom
Abu Davud Tayalisi degan ulamo, alim, hadis alimi. Hadis ilmida podsho degan bu kishini. Bundan başqa ulamolar masalan bu kishiniki hadisi hujjat qilinadigan ishonchli odam deb bundaq bu sifatlarni bergan. Biroq bu zot hamda o'zi taqdir inkori holatiga, ya'ni inson o'ziniki amallarda ixtiyoriy holatga ega degan taqdir inkorchilik ko'z qarashini ayni vaqtida yoqilgan bo'lsa-mu, o'zining nafsida, o'z ko'nglida, ammo bu qarashga boshqalarni da'vat qilmagan. Shunga bu odam ayıplanmagan, hadis ilmida ko'p ayıplanmagan. Bu kishi 154-yili o'lib ketganligi xotirlangan. Bu kishi deydi bizga Qatada hadis so'zlab bergan edi deydi. Qatadaninki tarjimali o'tdi. Qatada ibn Duama degan zot. Bu kishi Anas radhiyallohu anhudan. Anas radhiyallohu anhu Payg'ambar alayhisolatu vasallamdan rivoyat qilib, payg'ambarimiz shunday deydi. Davzaqdan chiqadigan kishilar qatorida La ilahe illallah degan bo'lsa, birodam, qalbida opining dinchilik bir iymon yoki yaxshilik bo'lgan bo'lsa, bu odam davzaqdan chiqadi deydi. Yana davzaqdan chiqadigan kishilar qatorida La ilahe illallah degan bo'lsa, birodam, ya'ni iymon etgan bo'lsa, qalbida bug'doychilik, bir tal bug'doychilik, yaxshilik yoki iymon bo'lsa, bu odam davzaqdan chiqadi deydi. Yana davzaqdan chiqadigan kishilar qatorida La ilahe illallah deb iman kelimesi aytgan bo'lsa, bir odam qalbida kichik bir cho'milchilik iman yoki yaxshilik bo'lgan bo'lsa, qalbidan bu odamga chiqadi deydi. Demak, ma yuqorqi 3 tartib bir-biridan kichiklayotdi-da qalbdagi iman. Endi Abu Abdullah mundaq deydi. Abu Abdullah shu Imom Buxoriy shu. Yaban mundaq degan edi. Bizga Qatada hadis so'zlab bergan, bizga Anas so'zlab bergan payg'ambarimizdan hamda xayr degan kalimaning, yaxshilik degan kalimaniki o'rniga iymon degan kalimani ishlatgan dedi. Imom Buxoriy rahmatullohi alayh bu hadisdan qandoq tushunchaga ega bo'lgan deganda, ya'ni iymonning ziyoda yuqori tuvan bo'lganligiga, masalan, birinchisi opidak dedi. Opiniki densal yuqoriroq bo'ladi-da, ikkinchisi bug'doy dedi, u sal kichikroq. Buğdayda mesela küçük çümüler dedi. Demek muşu derecelerge bölünüyordu da bu iman. Muş arkalık bu iman çokum bazılarının imanı ziyade buldu, yani küçük buldu, bazılarının acizrak buldu dep şu düşünce gelgen. Hem de İmam Buxoriy rahmetullahi aleyh yani şu yukarı babniki astıda yani 45. numaralı hadiste yanımdaktaydı. Bizge Hasan ibn Sabbah degan kishi hadis so'zlab bergan edi dedi. Bu zat Hasan ibn Sabbah o'zi al-Vasiti nomi bilan mashhur. Masalan, Bag'dod tutgan shu ayni vaqtdagi eng yaxshi kishi deb sifatlangan. Imom Ahmad ibn Hanbal bu odamni o'zlarida hadis uchun aslaydigan, sunnatlik, ishonchlik odam deb sifatlab, har kuni bir yaxshilik qilib turadi dedi. Bu Imom Buxoriyniki ustoz bo'ldi. Imom Abu Davud, Tirmizi, Nasai, Ibn Majah qatorliq mashhur hadis olimlarniki ustoz bo'ldi bu odam. Bu kishi 260-yili Bag'dodda o'lib ketgan. Undaqda Imom Buxoriyda sal kerak o'lib ketgan ekanda. Yana bir nuqtani eskartib qo'yaylik. Hasan Sabbah deydigan yana bir Shia qo'mondan o'tgan. Ya'ni bu shu Mo'ng'ullar davrida o'ltirilgan. Shu paytlarda buning qalasi, o'sha Ironda bir qala Mavt deydigan bir qalani silib, nurg'un musulmonlarni qirib, o'ltirib, bu shu Seljuk davlatiniki yiqilishiga bak ulsag'an bir kishi bor, Hasan Sabbah deydigan. Masalan, Nizamul Mulkni o'ltirganda, yani bu odam bilan bu ikkisiniki ismi o'xshash ekan. Shuni farqlantirish uchun deb qo'ydim. Hasan Sabbah, Hasan Sabbah sunni muhaddis Imom Buxoriyning ustozi. Yani bir Hasan Sabbah keyingi davrda o'tgan, ya'ni Hijriyaniki 7-asrlarda o'tganda o Shia qo'mondan. Bu kishi hamda Ja'far ibn Avn degan kishidan anglab ekan. Ja'far ibn Avn bo'lsa Abu Avn nomi bilan mashhur bo'lgan, o'zi Mahzum jamoatidan, ya'ni Quraysh tiklaridan bo'ladi-da. Yahya ibn Ma'in bu odamning ishonchlik degan bo'lsa, Imom Ahmad ibn Hanbal bu kishi yaxshi odam, kerak yo'q odam degan. Bu kishimi 207-yili Kufada o'lib ketgan. Bu kishi deydi bizga Abul Umays hadis so'zlab bergan edi deydi.
Ebul Umeys'in ismi Utbet ibn Abdullah el-Huzeli. Yani bu kişi yani Abdullah ibn Mesud'ninki o peynevirlerden bulurum de. Hem de İmam Ahmed, Yahya ibn Ma'in qatarlıq hadis alimler işencilik edem de bu kişiye şu güzel bahane berip 120 yıl ölüp ketkenligi hatırlanıp kelgen. Bu kişi dedi bizge Qays ibn Muslim degan adam xabar bergen idi dedi. Hem Qays ibn Muslim el-Cedeli namı bilen öznayet meşhur abid kupilik adam. Kupilik Irak'nınki kupi. Bu adamı köplügen ulemalardan mesela hadis anlagan. Bu adamınki şagirdinin meşhur şagirdi mesela Süleyman ibn Mihran el-A'meş degan kişi. Bu kişi mi 120 yile ölüp ketken. Yukarıdaki raviyle o'xshash. Bu adam hem de Tariq ibn Shihab'dan rivayet kılganken buna. Tariq ibn Shihab kim ondaqda? Tariq ibn Shihab el-Bajali özü Bujayl kabilesinden. Bu kişi ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'daki sahabelerden buludu. Peygamberimizi kögen Ebu Bekir, Ömer qatarlıq halifler devrinde uruşlarga qatnashib siyasi jihatdan xili ko'p töhflarni qo'shgan bir kishi bu hamda. Bu adamniki hayotida 43 g'azotga urush qatnashganligi xotirlanibdi. Shu xaliflar davrida degandek. Bu kishi shu 4 xalifa, masalan Ali, Osman, Ömer, Ebu Bekir qatarlıq muşulardı. Onun başka bir Türk'ün sahabelardan rivayet kılgan. Bu adam ahirki ömürde özü Kupi'de yaşap, bu kişi mi 123 yılı. 123 yıl ölüp ketken dep hatırlanıptı. Lekin bu hata. O vakitte da asasen köp sahabeler yaşamagan. Lekin bu adamdaki 83 yılı ölüp ketkenligi meşhurrak. Şu qarash nayeti güçlük. Bu kişi hem de şu ulemalarniki nazarida Resulullah'ın körüş şerpiga erişkenligi Resulullah'ın necisi anlamagan değilge. Ama sahabe bolganda Resulullah'ın körüş şerpide. Bu adamniki şu hadis kitaplarında 84 tane hadise bayan kılıngan. Undaqda bu adamniki İslam gösterken töhflerden hem siyasi hem ilmi cihatte xili töhf gösterken leki çıkıp durdu. Yani bu kişi hem de Ömer ibn Hattab radıyallahu anhu'dan hadis rivayet qıptı da. Bir adam Yahudilardan Ömer ibn Hattab hazretleri şundaq taptı. Müminler padişahı emirim. Kur'an-ı Kerim'de sizlerinin bu kütüphanlarda bir ayet var. Devamlı okuyusuzlar. Eğer bu ayet bizge nazil bulup bize düşken olsa, biz şu ayet düşken günde biz bayram kılıp bekitken buladık. Çünkü bu Yahudi mi bu ayetin tesirlenen gap. Yani bir kısım ulemalar bu Yahudi Ka'b ibn Ahbar şu idi dedi. Başka rivayetlerde. Çünkü Ka'b ibn Ahbar özellikle Yemen'in Yahudilerden boğan aynı vaqtdaki meşhur uleması Yahudilarning Ömer ibn Hattab davrlarida musulmon bo'lib kelgan. Çünkü Ömer ibn Hattabniki huzuri kelgan vaqtida Ka'b ibn Ahbar bilan birga bir qism Yahudilar birga kelgan ekan. Men Ömer ibn Hattab radhiyallohu anhu qaysi oyat degandikan bu kishi debdi, tuvandagi oyatni o'qibdi, astag'firullah. Biz sizlar uchun dininglarni to'liqlab berdim bugun. Sizlarga islomdan iborat bu ne'matimni komil qilib berdim. Sizlarga islom dinini din qilib tanladim degan oyat Sura Maidaning 3-oyati. Ömer radhiyallohu anhu derhal buna cevabən mundaq debdi. O günni elbette biz bilimiz, çoxun bilimiz. Hatta peygamberimizga şu ayet düşken orunun bilimiz deydi. Peygamberimiz Erpat'ta cuma günde tuğan halet düşken bu ayet deydi. Yani bu arkalık Ömer ibn Hattab radhiyallohu anhu biz bu gün hatırlandı degan hukmni bahs kerak. Çünkü Erpat yılda bir qatam qılındıgan muhim bir orun. Çoxun bu Erpat vaqtida bu ayet bir hatırlanıp mağmay qalmaydı belki. Ve kallımızdan bir keçidi Erpat meydanında. Ondan başka bu güne hem Cuma günü iken. Cuma günü Müslümanlarınki haftalık bayramı adette. Bundaqda makan ve zaman fazileti kuşkaşkan bir ayet bu. Ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.